Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana xudo xolisi keyingi eshiklaringiz ham bitdi. Endekdan bo'lgan. Ko'rishlaringiz uchun buni o'zimiz Bulovosh tumaniga o'rnatib beramiz. Oshlar qo'yib tayyor holatga olib kelib qo'ydik. Ko'rishlaringiz uchun eshiklarimiz razmerlari keladigan bo'lsa 1.20 ga 2.40 eshiklar, 1 kvadratini 850 ming so'mdan qilib berganmiz. Ranglari, har xil ranglari bor. Buni fasoni lola fason deyiladi. Cho'qqoda balayag'i deb qo'yadi buni. Glasli laklasi berganmiz. Chiroyli qilib olib o'rnatib beramiz. Eshiklarimiz 850 ming so'mning ichida nimalar keladi deganlarga zamoga keladi, oshirmoshig'i, oynaga keladi. Qani olib borib o'rnatish bo'ladi. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib beramiz. Romlarimizni ham ko'rishlaringiz uchun romlarimiz ham tutundan bo'lgan. Ulanmaydi, karnislari o'yilgan, gullari o'yilgan bo'ladi. Eshikka keladigan bo'lsak, rezinkalari bor, aylantirib hamma yo'g'i shuncha holatda bo'ladi. Oshirmoshig'i ishlashlari hamma yo'g'i go'zal holatda olib borib o'rnatib beramiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarimiz 94lik 332 1166. Telegram, WhatsApp bor. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Rossiyada turganlarga ham bittadan like bosib qo'ysanglar, kanalimizda ko'proq odam ko'rish uchun hissanglar qo'shgan bo'lasizlar. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.